Allamovdan yaramiz, o'zimiz Xorazm viloyati Yangi bozordan, xudo xolasa 2025-yil 19-avgustdan shu vaqtda ishini boshladik. Rossiyadan zapreti bor edi. Umrbodlik, ya'ni бессрочный PPON час 27 federal zakon 114 2 oy 2 kun deganda yana zapretlar ochildi. Ekrandan qo'yamiz, sana tabriklayman. Xudo xolasa. Necha marta Rossiyadan qaytib keldingiz sigarada? 2 marta. Mashinadan bordingiz, samolyotdan bordingiz? Samolyotda ikkisi. 2 marta samolyotda borgan, qaytgan. Nima sababdan zapret oldingiz? Yurtdoshlarimiz aytib bersangiz. Shtraf bo'lgan. Shtraf to'lanmagan. Nima sababdan shtraf olamiz? Registratsiya yanımda chiqmagan. Registratsiya bo'lgan yaningizda bazadan chiqmagan. MVD xodimlari shtraf urgan, rekvizitlarni bermagan sizga. Hech narsa bermagan. To'lamagan. Chet el fuqarosi Rossiyada yurib, farqi yo'q, nechik tarzda shtraf oldimi, 60 kun ichida to'lab qo'yishga majbur. 61-kun to'lasangiz ham shu zapret qo'yiladi. PPON час 27 federal zakon 114 bilan. Og'amiz ishi sud orqali hal bo'ldi. Moskvada ishonchli advokatlarimiz bor. Xudo xolasa, advokatlarimizning zo'r harakatlari bilan yana ishlari og'amizning foydasına hal bo'ldi. Ya'ni Rossiyadagi umrbodlik zapretlari ochildi. O'zingiz bir fikrlaringizni bir aytib bersangiz. Shu hammasi ishonchli, xudo xolasa ishonib, nataverasizlar, tekshirtirib. Xudo xolasa yana ochildi. Rossiyadan ham xudo xolasa xabarlashamiz. Bo'ldi. Xudo xolasa endi negativlar ko'p bo'ladi deb kuzatib turganlar. Rossiya borganingizda bizga video tashlab berasiz. Xudo xolasa obunachilarimizga chiqaramiz, xudo xolasa. Keyin savollar bo'lib turibdi kommentariyalarda, patent olib bilaman. Zapretni patentga aloqasi yo'q. Bu zapret yoki kasallik bo'yicha emas. Tanangizda yuqumli kasallik chiqsa patent olib bilmaysizlar. Bo'lmadi. Boshqa vaqtda ham vaqtda patent olib bilasizlar. Kimda ham shunday umrbodlik zapreti bo'lsa, bizga aloqa chiqarasizlar. Moskvada ishonchli advokatlarimiz va ishining ustasi, ishlangiz sud orqali hal bo'ladi. Eldan tekshirish kerak uni. Tekshirgan vaqtda shu Moskvadagi advokatlarimiz tekshiradi. Sog' bo'ling, omon bo'linglar. Yaxshi, rahmat. Bo'ladi.